O'zbek shou-biznesi olamining taniqli vakili aktrisa Barchin G'ofurova 35 yoshda. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin, kanalimizga xush kelibsiz. Videodan to'liq xabardor bo'lishni istasangiz, kanalimizga obuna bo'lib, video roliklarimiz ostiga bir dona like va podpisatsiya tugmachalarini bosib qoldiring. Baxt ovchisi serialidagi Zulya roli bilan tanilgan aktrisa va teleboshlovchi Barchin G'ofurovaning asl ismi Umida. Bolaligida otasi tashlab ketgan. Barchin bugunga qadar bolalik jarohatlari bilan yashaydi. Onasi saratonga uchragan, sevgan yigiti tomonidan katta pulga tushgan hamda qomati tufayli turli haqoratlar eshitgan aktrisaning hayot yo'li bir tekisda emas. U salbiy rollari tufayli ayollar tomonidan o'ldirish bilan ham tahdidlarga uchragan. Barchin G'ofurova bu yil 35 yoshni qarshi oldi deyiladi xabarda. Eng so'nggi yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, kanalimizga obuna bo'lib, video roliklarimiz ostiga bir dona like va podpisatsiya tugmachalarini bosib qoldiring.